Ko'pchilik er-xotinlarga ham daychalarda ish bormi deb so'raydi-da. Er-xotinlarga как раз mana ish bor. Er-xotin bo'lmasangiz ham erkak kishilarga ham ish bor. Videoni oxirigacha ko'rsanglar men tushuntirib beraman. Oyiga 90 ming rubldan beradi. Agar er-xotin bo'ladigan bo'lsanglar 180 ming rubl pul topasizlar. Eng qiziq joyi men sizlarga aytaman. Oziq-ovqatda tekin, 2 mahal issiq ovqat tekin. Yotoq joyi absolyut tekin issiq joy. Ish fermada. Patent qiladigan bo'lsangiz, patentingizga kelishingiz bilan pul rasod qilmaysiz. O'zingiz cho'ntagingizdan pul rasod qilmaysiz. Patentingiz hamma yoqqa yordam berishadi, olib berishadi rasodini qilib. Patent pulini 6 oy ichida chistichni, ya'ni 20 ming rubl bo'lsa, o'shani 6 ga bo'lib berasiz. Oyligingizdan 6 oy ichida yechib olishadi. Sirazi olib olishmaydi birinchi oyligingizdan. Agarda bu ish kimgadir qiziq bo'lsa, mana bu ekraningizda nomer chiqdi. Bemalol WhatsApp, Telegram bor, yozishingiz mumkin. Telefon, promoy telefon qilsanglar ham bo'ladi. Iltimos qilardim, bu videoga bitta like bosib qo'ysanglar, bir er-xotin ishsiz yurganlar bo'ladi. Bir vatandoshimiz ishsiz yurgan bo'ladi, shular ish bilan ta'minlanadi. Menda hamma mana dogovorlari, qog'ozlari turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, обязательно yozinglar. Inshaalloh agar kelsanglar, men o'zim boraman, ishlar bilan ko'rsatib, sharoitlarni ko'rsatamiz. Bemalol ishlashingiz mumkin bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. Bitta like bosib qo'ying. Keyingi videolarimizda yanada ko'proq ishlarni olib chiqamiz. Kuzatishda davom eting.